İslomiy kitoblarni egalarining ruxsatisiz bostirib o'zimiz ishlasak bo'lamdi? Savol. Assalomu alaykum ustoz. Diyorimizda nashrdan chiqqan Uyg'ur yozig'idagi islomiy kitoblarni topqili bo'lmaslik ahvoli bek og'ir. Lekin to'rda materiallar haqiqatan ko'p. Bularni egalarining ruxsatisiz o'zimiz besib ishlasak bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila taobatlariga, ashablariga va u zotga tagi qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Kitobning avtori yoki tarjimoni yoki nashriyatchi kitobda nashr qilish huquqi bizda deb eskartmagan ahvolda shaxsiy foydalanish maqsadida kitobni besib foydalanishga tarqitishga bo'ladi. Tijoriy foydalanish maqsadida besib sotmoqchi bo'lgan ahvolda agar o'rib odatda ruxsatini olish kerak bo'lsa, shu bo'yicha ularning ruxsatini olish lozim. Undaq bo'lmagan taqdirda adab jihatdan avtorning yoki nashriyatchining ruxsatini oliyotgan tuzuk. Agar yuqorqidek ibora bilan eskartgan bo'lsa, bundaq ahvolda avtor bilan nashriyatchining huquqi shar'iy jihatdan qo'g'diriladigan huquq doirasiga kiradigan bo'lg'achqa, ularning ruxsatisiz tijoriy maqsadda besib tarqitish cheklanadi. Aslida bu masala ma'naviy haq doirasiga kiradigan bo'lib, Islom fiqh akademiyasi bu haqning shar'iy jihatdan qo'g'dirilganligini, egalarining uni tasarruf qilish huquqiga ega ekanligini, uningga tajovuz qilishga bo'lmaydiganligini muayyanlashtirgan. Shaxsiy foydalanish uchun egalarining ruxsatisiz besishni ba'zi olimlar cheklaydi, ba'zi olimlar cheklamaydi. Endi biz Uyg'ur musulmonlarining diniy kitoblaridan foydalanish masalasiga kelaylik. Avtorlar yoki tarjimonlarning asosli maqsadi ilmni, haqni tarqitish orqali Allohning roziligiga erishish bo'lib, qo'shimcha maqsadi moddiy kirim yoki qalam haqqi yoki tijorat bo'lishi mumkin. Agar asosli maqsad bilan qo'shimcha maqsad bir-biriga zid kelib qolgan ahvolda asosli maqsadni oldin o'rinda qo'yib, qo'shimcha maqsadni qurbon qilishga to'g'ri keldi. Buningga binoan diyorimizda diniy kitob bozordan tepilmay qis bo'lib ketsa yoki ehtiyot shundoq ko'p turug'liq nashriyatchilar bakli yuqori baho qo'yib olsa, umum musulmonlarning manfaatini a'lo bilish, islom tashviqoti to'xtab qolmaslik, ilmni yoshirmaslik, monopol qilib olmaslik uchun kitobni besib setib foyda olish maqsadida emas, shaxsiy o'qib foydalanish yoki boshqalarga haqsiz yoki savobni ko'zlab foyda olmay setib tarqitishga bo'ladi. Kitobni yuqorqidagi maqsadda bosgan taqdirda kitobning mazmunini avtorining yoki tarjimonning ismini o'zgartirib o'tishga yoki elib o'tishga bo'lmaydi. Agar qayta besishdan maqsad moddiy foydalanish va tijorat qilish bo'lsa, egalaridan ruxsatsiz besishga bo'lmaydi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdulaziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom 155 numurli fatvo.